Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Tushlar ta'biri kanali. Bugungi videomiz Kavsar surasi haqida bo'ladi. Tushda Kavsar surasini o'qishsa nimalarga dalolat qiladi? Ta'birchilarning aytishicha, kim tushida Kavsar surasini o'qiyotganligini ko'rsa yoki u kim o'qib bersa, u oxirat ahli majlislarida o'tiradi. Yana agar tush ko'ruvchining dushmanlari bo'ladigan bo'lsa, o'shalar ustidan g'alaba qozonishiga ishora bo'ladi. Yana qurbonliklar qilishiga, musibat tufayli Alloh huzurida ajr savoblarga erishishiga ham ishora bo'ladi. Yana boylik to'playdi, ya'ni boylik qo'lga kiritadi. Yana aytilishicha, ikki dunyo saodatiga ham erishadi. Inshaalloh bu Kavsar surasini tushda ko'rgan kishi jannatda Kavsar suvlaridan ham ichishiga ishora bo'ladi. Hammaga rahmat. Video yoqqanmasa like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Fikrlaringiz bo'lsa izohlarda qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.